Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Burunqi zamonda bir yigit qumluqda ketib etib, xislatlik chiroqni tepib olibdi. Yigit chiroqning ustidagi yepishib olgan qumlarni tozalash uchun chiroqni yenik silg'an ekan, chiroq ichidan bir deyo chiqibdi va yigitga: "Men boshqa chiroq develariga o'xshamayman. Men faqat sening bir talabingni amalga oshirib beraman. Biroq oldingi sharti, sening talabing aql, go'zallik va sharmi hayodan sirib boshqa talab bo'lsa, kechir, mening qo'limdan kelmaydi" debdi. Yigit ozroq o'ylangandan keyin: "Menga ayol kerak" debdi. Diva hayron bo'lib turib qoldi. Yigit: "Menga sen aytgan aql, go'zallik, sharmi hayoni o'ziga mujassam degan ayol kerak" deb so'zini to'liqlabdi. Diva yigitning aqliga qoyil bo'libdi. Aql, go'zallik, sharmi hayoni o'ziga mujassam qilgan ayol aqlliq, axloqli farzand tug'ib tarbiyalaydi. Mayli qiz yoki o'g'il bo'lsin, bu uch narsani o'zida mujassam qilgan ayol tarbiyalagan farzand vatanga va xalqqa yaramli farzand bo'lib cho'ng bo'ladi. Bu ma'nodan ilib aytganda, mukammal ayollik dunyosiga kimmi sal qariya olsin, ayollarning qudrati ana shu yerda.